ma'rifat urashib loyihasi doirasida butun respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasalarida bo'lib kelayotgan tadbirlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ma'rifat bu insonni ongini, tafakkurini o'stirish uchun beriladigan ta'lim-tarbiya jarayoni. O'sha talaba degan maqomga erishgandan keyin yaxshi mutaxassislikda sohani yomoni yo'q. Faqat yaxshi mutaxassisligina darajasi bo'ladi deb o'ylayman. Yozgan xating topolmadi manzilini. Anglab yetkil taqdirning bu hazilini, dugona qil qizg'aldoqning qirmizini, onasini oymomadan izlagan qiz. Yuzlari gul, so'zlari asal, go'zal bo'lgan bir umr go'zal, chiroyingga bitguncha g'azal, yoshlik izini tashlab ketadi. Yomg'ir yog'di gulijon, yalpizga sig'inaymi, yo qizga sig'inaymi, yuragim to'kildi deb yolg'izga sig'inaymi, ohimga to'lib osmon, yomg'ir yog'di gulijon. Vijdonini sotganlar yig'lamaganda, diydasi qotganlar yig'lamaganda, birovni yig'latib rohatlar qilib, gunohga botganlar yig'lamaganda.